ha bo'layotganki mana shunaqa bir do'konlar ham qilib qo'ysa shaharga birov qilmagan ishlar qilinglar aka bir xalq ham maza qilsin deymanki bitta ko'rib chiqinglar qani Shahrisabzga navbatdagi bitta yangilik bo'lib tursam adashmagan bo'laman mana bu dush kabinalarni showroomini qilib qo'yishibdi endi siz mana bu internetda katalogdan tanlab bu hayotga qanaqa bo'layotgan deb demaysiz Shahrisabz shaharni markazi shunaqangi joy qilingan kelasida realniy ko'zingiz bilan qanaqa narsaligini ko'rib sifatini gaplashib olaverasiz undan keyin uka mana uni bizni dachaga yoki villaga olib o'rnatib qo'yasan deb qo'yaverasiz juda hashamatli uy bo'lishi shart emas odamning o'zi uchun har bitta o'zini uyi koshona hisoblanadi shunaqa zo'r sharoitlar qilib qo'yib bir jostki yashab yuravering bu isrofga kirmaydi o'zi uchun qilib qo'yaverasiz bu narsalarni qarang mana bunisi o'zi bor to'xtaydigan ekan o'zini pilososkalari bor ekanda mana bu turli tumanlardan bor mana shunaqangi qilib qarang ajoyibligini mana bu yerda muzikalar qo'ysa bo'ladi muzonchani qo'yib qo'yib boyagidek ketaveradigan joyi ana shunaqa qilib qarang bu do'konga sizni ya'ni santexnika bo'yicha eng premium darajasi bo'ladiki bam dush kabinalarmi vannalarmi yoki bunaqa qo'l yuvadigan mana muzikani qo'yib kelib baqirayotgan qarang anaqa mana buni qarang internetdan ko'ramiz yoki bir qimmat gostinitsalar dachalar bo'lsa ko'ramizki ana shu narsalarni mana bir joyga tayyor taxlab qo'yishibdi undan tashqari bir 100 xil dizaynlari bor ekan tanlab olib xohlagan narsangizni qilib berishaveradi mana bu smesitellar deysizmi buni qarang hamma do'kondan ham topavermaysiz injiqlari bo'ladi xullas mana bu zodagonskilarni olib kelib qo'yishibdi narxlar lekin вообще yuvosh bitta kelib ko'ring uka men shaharga shu narsani bir taniltiray arzonroq ishlayapman sani mana kuzatuvchilaring ham seriyoz uy quradigan odamlar bor bitta ko'rishsin qani to'g'ri keladigan bo'lsa zo'r takliflar qilib beraman deb keling birdan videoni uzmasdan sizga manzilni aytib o'tay manzil shunaqangi bir asal joyga joylashgan eshikdan chiqqaningizdan to'g'risiga oqsaray turibdi-da ko'rdingizmi qilganligini mana Samarqand darvoza yonidagi qal'ani to'g'risidan mana shu binomiz bo'lib tepa yozilgan biror nima o'zi yozilgan ekan ana shu emailman ko'ra olasiz pastga nomerlar yozilgan Instagram bu aloqaga chiqasizda bu narsa kerak bo'lsa xizmatga tayyor bizlar